navbatda ate o'lishyapsanmi? Qarshimga tegishsin. Qanday aytaymi? Bekmekler yapma, söyleyeyim. Bekmekler yapma. Vallahi ko'tarib oldim. Ana, mishka. Öyle aldık böyle. Mishka itemga mishkam chiqib ketdi, bor-ku. Просто mishka chiqib ketyapti. Biz Qachon cheater ekan. Mana Aven uryapti, cheater ekan dedi. Harom qaydan otdi meni? Isqir. Avenga oldimi? Cheater ekan deyapman. Isqir, mana harom. Voy, cheater ekan demgan, ha, harom. Chipon, hatta shu 30 soatda yil qilgan haromi. 35 shitak Men bilan. ochamaga kelsa Tak, avvalambor hammaga assalomu alaykum. Mana bu bilan gapga e'tibor bermaysizlar, chunki buni komandasida cheatak bor edi o'zi. Men kerak bo'lsa isbotlab beraman ham kimga. Videosi ham bor, chunki ekran zapis qilganman. Xullas, cheat o'ynashi kerak bo'lsa, MHT TM elektr aplik turibdi. Bu zip holatda, bu zipni pastga chiqazib olish tugmasi orqali bosib, xuddi videoda qilamiz. MTHga yana kiramiz. Pastda mana o'zi qo'llanma bor. Bu narsa sizlarga shart emas, chunki o'zi yozib qo'ygan. Agar kimgadir kerak bo'lsa, tushuntirib qo'yaman o'zbekchasiga. Bu portugalcha yozilgan, ya'ni ishlatish qoidasi. Mana shunaqa qilmaysizlar, mana shunaqa qilmanglar, 100% antiban ko'rsatib qo'ygan o'zi. MHT4 Apex fayl turibdi. Bu Apexni mana bu Apex Mirrordan foydalanib qilamiz. Apex Mirrorni Play Marketdan yuklab olasizlar. Browser faylini tanlaymiz. Bu yerdan biz hozir International Story, ya'ni o'zimizni telefonimizga fayl joyiga kiramiz. U yerdan download ustiga bir marta bosamiz. Agar siz download yuklagan bo'lsangiz va u yerdan MT454 zip faylni chiqarib olganmiz. Ana shuni ustiga yana bir marta bosamiz. Mana Apex faylimiz turibdi. Apex fayli o'zi turibdi mana. O'sha faylni endi biz bitta fayl qilishimiz kerak bo'ladi. Uning uchun biz installer pakageni ustiga bosamiz. Undan so'ng vaqtcha reklama ko'ring deyapti, yoki kimdir chiqadi, kimdir chiqmaydi. Xullas reklama emas, ko'pincha pauzaga yig'ish bo'ladi. U ham 30 soniya xolos. Xohlasangiz yig'ing, xohlamasangiz yig'ing. Yig'may, men yig'adigan bo'lsam, atigi vaqt tejab qolaman, ya'ni 20 soniya vaqtimni tejab qolaman. 8, 10, 15 soniyada yig'ib bo'lishi mumkin. Bunaqa agar qiyin bo'lsa, X tugmasini bosamiz, o'zi avtomatik yuklanadi. Undan oldin Free Fire Maximiz o'chiq bo'lishi kerak, ya'ni o'chirilgan. Bu yangi versiya va o'rnatildi. Install open bosib kirib ketdik, ya'ni ana shu yerdan promoga kirib ketdik va bizda megabayt sanayapti, ya'ni 20-30 megabayt o'zini kerakli fayllarni tortib olish uchun sanaydi. Shunaqa hammada bo'ladi bu. Kirganidagi shunaqa sanaydi. Kamida bir 6-7 marta shunaqa bo'ladi. Ilovani yopmay turasiz, o'zi yopiladi. Keyin yana qaytib kirasiz ilovaga. Shundan o'rtani bosib telefonlarni qaytib kirasizlar Free Fire'ga Maxga, yana shunday tortadi. 6-7 marta bo'lgandan so'ng keyingisi o'zi avtomatik kirib ketadi va bunaqa holat so'ramaydi qaytib. Bir oy davomida maza qilib ishlashingiz mumkin buni. Ban yo'q, hech qanaqa kuch kiritmaysizlar, VPN ham kerak emas. Agar siz O'zbekistondan tashqarida, misol uchun, umuman uzoqroq joyda bo'lsangiz, VPN kerak bo'lishi mumkin, agar VPN so'rasa. Lekin O'zbekistonda ishlaydigan tojikistonliklarga вообще-то bunga VPN kerak emas. Mana otib yordi. Mana endi kirib keldi. Menda 7 marta bosdim, kirib ketdi. Shuna 7 marta o'ziga kerakli fayllarni yuklab oldi. Xullas, bu yerdan asosiy Google account mumkin emas. Google account ustiga bosamiz. U yerdan faylimizda 3 burchak joy, tepada joy bor. Yangi jild yaratish degan, hamma bizga kerak. Jild nomini yozib olamiz, xohlasangiz xohlagan nomida va o'sha jilddan foydalanish ustiga bosasizlar. Kirgandan so'ng bu yerda o'zi aytib turibdiki, nickname yozasizlar, hammalar bilsa kerak. Misol uchun hozir men oddiygina nick yozaman. Misol uchun Ajal Zahar. Oddiygina nick. ID raqam ko'rib olinglar, xohlasangiz tekshirib o'tishingiz ham mumkin. O'sha bizga SNG regionimizda turibdi. Ozgina pauzinga bo'ladi. Internetdan so'z. O'yinga tashlab oladi avtomatik versiyada hammada o'zi birinchi nol akkauntda. Facebook akkauntda, Twitter akkauntda bo'ladi, lekin Google akkauntda bo'lmaydi. Plus akkauntga kirganimizdan so'ng ekranga 4 marta tugmachani ustiga bosamiz. Ekranga 4 marta bosganimizdan so'ng, ya'ni 4 ta barmoqchamizni ekranga program bossak, mod menyumiz ochiladi. Va bemalol ishlasak bo'ladi. Hozir qanaqa funksiyalarni yoqqanini ko'rmay qolgan bo'lsangiz, videoni oxirida chiqarib qo'yaman. Ya'ni ko'rsatib qo'yaman. Mana hozir ko'rishingiz mumkin. Shu funksiyani qanaqa ochish kerakligini. Bunda muammo yo'q, ban bo'lmaydi. Faqatgina o'yin tushunmaydi, boshqa hech nima yo'q. Do'stlar, headshot normaldiga. Keyin o'q kuchaytirilishi ham bor, ya'ni boshqalardan ham tez, PKdan ham tez, emulatordan ham tez otadi bunda. Chunki bunda smooth belgisi bor, ya'ni aruzalarni tezlashtirib beradi, ya'ni otish tezligini kuchaytirib beradi. Telefonlar xuddi kimdir siz bilan o'ynasa, siz ana shu FPS ishlatsangiz, ya'ni smooth 20 gacha chiqarib qo'ysangiz, brazilskiy emulatordan ham kuchli o'ynaysiz. Chunki bunda otish tezligini kuchaytirib beradi. Tezlik ko'ryapsizlar, UMP o'zi sekundda 29 tars ketib qolyapti-da. Internet bo'lib turgan bo'lsanglar, internet olyapti videoni, shuni surib olgan payt, misol uchun 7:30 larda internetimiz yo'q qazonda. UMP просто takrab tashlaydi bolalar.
yo'q boshqa narsa men xolos halim bo'lyapman. Chunki chitda bo'lganda kaming bo'lish ham kayf. Biz shunaqa, men digelni ko'ylab qoldi. Ajabki 98% bo'ladi. Ya'ni digelda. Rostami? Ana maqsadi. Qanaqa funksiya ishlatish mana ko'rib turibsizlar, bemalol. Keyin undan tashqari profil tagi video ostida havola bor. Havolaga o'tsanglar, Telegramimiz bor. Telegram manzilda обязательно mana shu API fayl joylashgan bo'ladi. API faylni ana shu yerdan yuklab olasizlar. Xohlasanglar profilga o'tinglar, xohlasanglar kommentariyadagi joydan ko'ksilkani ustida bosib, Telegramda o'tib, faylni yuklab olib, o'rnatishingiz mumkin. Maza qilib ishlataverasizlar. Ban yo'q muammosi, xullas bir oy tekin kayf qilsanglar bo'ladi.